Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugungi darvozamiz Dubay darvoza bo'ladi. Sizlarga qisqacha kraskadan chiqqan jarayonida sizlarga obzor qilib beramiz. Xudo xolisa, kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 2 qavatli Dubay darvoza bo'ladi. Razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 4 metr, bo'yiga 380. O'ta ham ideal holatda chiqqan 2 qavatli shumkali darvoza. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, voha tomonlariga kelishilgan holda yetkazib beramiz. Xudo xolasa mana shumkali ichiga stiklavata qo'yilgan, orqasi silliq holatda chiqqan, oldi ko'rinishi mana shu holatda chiqqan. O'rtalariga nerjinka qo'yib berganmiz. Mana shu joylariga nerjinka yopishtirib berganmiz. O'rnatilgandan keyin olib tashlanadi. Haytek hisoblarni ham qo'yib berganmiz. Darvozamiz o'ta ham chiroyli chiqqan, xudo xolasa. Eshigimiz alohida razmerda. Eshigimiz razmeri 90. Bor bo'yiga ochiladi bu ham. Tepasida alohida pramogi bor. Pramogi ham o'ziga yarasha chiroyli qilib tayyorlab berganmiz. Bu yerda o'rtasida nerjinkasi bor. Rasmini ham qo'yib tashlaymiz sizlarga, xudo xolasa. Sharniylarni ikkitadan qo'yib berganmiz, sababi 2 qavatli o'ta og'ir darvoza bo'lgani uchun beryapmiz. Bu darvozamizni 1.500.000, 1.400.000 so'm Toshkentgacha yetkazib beramiz. Voha tomonlariga bo'lsa, narx qo'shiladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Sizlarga qiziq bo'lsa, telefon qilsalaring, xudo xolasa tayyorlab beramiz.